Navbatdagi mijozimizda Suhrob Habib va biz ular bilan bir necha yillardan birgalikda ishlab kelmoqdamiz. Suhrob aka, sizga ma'qul keldimi ko'ylagimiz? Ko'ylak gap bo'lishi mumkin emas. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deyshadi-yu. Ko'ylakning ustasi baribir Mahmud. Chunki biz ko'p matolar bilan ishlaymiz. Bu mato menga ayni yoqqani uchun men buyurtma berdim. Bittada menga variantlar ko'rsatganlarida yoqdi. Mana shundan srochni tikamiz dedim va mana ko'ynimdagidek ko'ynak bo'lib chiqdi. Ko'ynakni aslida yoqasi katta bo'lishi kerak, kostyumni yoqasini tegiga kirib turish kerak. Kichkina bo'lsa xunuk ko'rinadi va buni galstuksiz ham o'zini ikkita tugmani yechib kiysa ham, kim agar ko'proq casual kiyaman, svobodniy kombinatsiyalar bilan, jinsilar bilan desa ham, yoqasini turg'izib yursa ham tikka o'zini formasini ushlab turadi. Ko'p standart ko'ynaklarni olib kelishadi, peridelkalar qilamiz va yoqalari o'sha aytgandek manjetlarda muammo bo'ladi, lekin bularga har bitta detalni tushuntirdim, ko'ynimdagidek qilib berdilar. Bu video ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Va kostyumni, ko'ynakni asl noyoblarini xohlasanglar, bu videoni kiyinishni yaxshi ko'radigan, doimo o'ziga qaraydigan, e'tibordan chetda qolmaydigan yaqiningizga yuborib qo'yasizlar.